Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib yormasin. Himmatni balandroq qil, oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarbar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir.